O'ng qanotga Blajich yuqoriga ko'tara olmadi to'pni. Sahob Jo'rayev yaxshi harakat qildi. Pishur darvoza yonida. Zarba! Aleksandr Pishur. Hozircha uning to'xtatish iloji bo'lmayapti. Shunchaki uni to'xtatishning iloji bo'lmayapti. Bilasizmi? Mayli, hozir xursandchilik onlari ortda qolsin, bir golga tegishli fikrni bildirmoqchi edim. Aleksandr deb yozilishini uning o'zi talab qildi. Ommaviy axborot vositalari xodimlaridan mana shu haqda gapirmoqchi edim. Mana bu to'xtalish, 1 sekundga to'xtalish va bo'ldi, raqib chalg'idi. 1 sekundga. Va kerakli fint mana. Balki qandaydir tajribasi kamroq futbolchi to'p tushdi deguncha darvozani poylashni o'z oldiga maqsad qilardi. Ya'ni shoshma-shosharligi bilan, ammo Pishur raqib sarosimada ekanligini ko'rdi. 1 sekundlik sukunat ushladi. Darvozabon o'sha 1 sekund ichida yiqilishga ulgurdi va u bo'sh burchakni nishonga oldi. Aytmoqchimanki, Jinho To'rayev yuqoridan kim birinchi? Koreyalik futbolchi birinchi va 1-1. Mana o'yin tenglashdi. Koreyaliklar ancha kuchaytirishdi o'yinni deb aytib o'tgandik. Vaziyat bo'ldi, foydalanishdi. E'tiroz bo'lyapti Bunyodkor futbolchilar tomonidan, qoida buzilgan bo'lishi mumkin degan ma'noda, ammo bugun imkon beryapti Ali Rizo Fagoni yelka-melka kurashlarga. Hozir takroran ko'ramiz va aniqlab olamiz. Li Munho gol muallifi. Qo'li bilan Fozil Musayevga tayangan holda, bu yerda fol bor ekan. Qo'l bilan raqib boshiga zarba berilgan, lekin hakam o'yin tempida vaziyatni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Shunday deb u o'zini oqlash ham. Gol for Pohang Steelers. Endi bu gol Bunyodkorni juda og'ir ahvolga solib qo'ymaydi albatta. Pohangga gol urgan o'tgan yili. Va mana bu hujumga e'tibor bering, chiroyli tarzda tashkil etildi va 2-1. Bunisi endi juda oshib ketdi, chunki qani himoyachilar nima uchun ikkinchi qavatda kurashishmadi, hayronman. Ikkita ikki xil. Mana e'tibor bering, kim bor? Hech kim yo'q. Ikkita futbolchi Koreyadan to'pni xotirjam qabul qilgani ham yo'q. To'g'ri darvozaga joylab qo'ydi. Nesterov nima qila olardi? O'ylaymizki, bu so'nggi xato bo'ladi. Himoyachilar tomonidan yo'l qo'yilgan. Mana Filip Asyan, Xayrulla Karimov jiddiy xato bo'ldi, tan olaylik. 1-2 ustun kelayotgandik, ikkita gol urdi koreyaliklar. O'yin hozir ancha jonlanishi kerak. Har holda Bunyodkor foyda keltirmaydi. Va endi o'sha boyagi vaziyat, yoki gol uradi, yo'q. Nesterov yaxshi o'ynadi. Hammasi joyida. 1 daqiqa vaqti bor. Yetar bitta yaxshi hujumga. Lutfulla To'rayev. O'zi yo'q, o'ng qanotni ishga soldi. Ali Bobo o'ylab toparkan. Javlon Ibrohimov. Alek Zateyev. Mana bu yerda yaxshi o'ynadi Zateyev. Jasur Hasanov, zarba gol! 2-2. Murzoyevmi yoki Hasanovmi? Farqi bor. Yana bitta urishga urinib ko'rishmasmikin? Markazga qarab yo'l olish. Oxirigacha o'ynadi Bunyodkor.
ba'zida mana shunday duranglar ham g'alabaga teng. Ya'ni emotsional nuqtai nazardan oxirgi daqiqalarda erishiladigan natijalar bilasiz jamoani qanday ruhlantiradi va jipslashtiradi. Eng so'nggi daqiqa qo'shib berilgan daqiqa va bo'ldi. Hakam roppa-rosa 4 daqiqadan so'ng o'yinni tugatdi. Mana bizga gol namoyish etilmoqda. Keling ko'raylik. Yaxshi kombinatsiya. Jasur Hasanov zarba berdi. Rikoshet va Murzoyev to'p yo'nalishini sal o'zgartirdi lekin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar gol muallifi jamoaviy gol bo'ldi bu va 2-2 jangovar durang qadrli do'stlar. Tan olaylik, bugun raqib ham yaxshi tomonlarini ko'rsata oldi.